Assalomu alaykum, qadrdonlar, qadrli obunachilar, barchalarga alaykum. Ikki manzil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar. Bunaqa skuterlarimiz keldi akalar. Bu samokatli skuter deb qarang. Sizlar ko'rishlar mumkin. Men murojaat qilsam, bor. Bunaqa sidinasi egari borlardan bor. Egarlarni ham ko'tarib, pastlatib, bemalol o'zingizga moslab to'g'rilasangiz bo'laveradi. Bu sensor bo'ladi. Tablosi. Sensorni. Gaz. Qo'l tormoz. Farasi. Qadrdonlar. Faralari ham ajoyib. O'chirib qo'ydik. Bo'yi shuni deylik, necha desak bo'ladi? 1.20 yo'q, 1.10 shunaqa, 1 metr 1.10 santimetr bo'ylari. Do'stlar, buni bitta zaryad bilan 30 km, 35 km-gacha yuradi. Qadrdonlar, buni unaqa mukammal, unaqa ko'p narsasi bo'lmaganligi uchun qisqaroq video qilib qo'yapman. Yoqtirgan odam rasmini joylab qo'yaman, yoqtirgan odam ko'rib o'zi fikr bildiradi. Do'stlar, buni bunaqa egari bori bor, egari yo'g'i bor. Xolasa o'tirib ketar, xolasa tikka turib ketar. Yosh bolalarga ham juda udobni. Bunaqa pоворотниклari bor. Bu mana rolini ham pastlatib balandlashtirsak bo'ladi. Muammo emas ham. Keyin pоворотник chiroqchalari bor. O'zini farasi. Menimcha hamma joyini ko'rsatib o'tdim videoda.